Nega ba'zi odamlar tez jahli chiqadi va sabrsiz bo'lib ketishmoqda? Yaxshi savol bo'ldi. Hozirda asabiylik juda ko'p. Buning sabablari turlicha. Asosan sabablardan to'rttasi stress, charchoq, vitamin yetishmasligi, uyqusizlik va uyali aloqalardan ko'p foydalanish. Stress, charchoqda asosan haddan tashqari ish va ruhiy bosim asab tizimini zaiflashtiradi. Vitamin yetishmasligida asosan vitamin B guruhlari, omega 3 va magniy asab tizimini yaxshilaydi. Uyquning yetishmasligi esa yetarlicha uxlamaslik, sabrsizlik va diqqat tarqoqligi olib keladi. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring.